bir xil hajmli geksen propan berilgan. Propanning massasi 11 gram. Geksenning massasi necha gram deyilyapti bolalar? Demak, umumiy massa bo'yicha hisoblaymiz. Demak, geksen bilan propan umumiy formulasi S6 qanaqa? H12. Geksen H12. S6 S3 H12. H8. Propan. S4 Propan ekan, uzr. H8. Propanning formulasi qanaqa? H8. S3 H8. Bolalar, geksenning massasi 84. hisoblayiladi. 84. To'ppa-to'g'ri. Propannikichi 44. Endi qaranglar bolalar, bir xil hajmli deyapti. Buni ham 1 mol olaylik, buni ham 1 mol. 1 mol 84 gram, 1 mol 44 gram. Mana shunday holatda gazlar aralashmasida propanning massasi 11 gram ekan. Geksenning massasi necha gram deyapti? 21 bo'la. ham javob chiqaveradi. 11 da 84 ga ko'paytirib 44 ga bo'lasizlar. 21 bo'ladi. To'ppa-to'g'ri javobimiz A javobga to'g'ri keldi. Keyingisi 13. Demak, etilen qatori uglevodorodga xlor ta'sir etishdan hosil bo'lgan birikmaning nisbiy molekulyar massasi 113 ga teng. Reaksiyaga kirishgan alken formulasini hisoblang deyilyapti. Bolalar, demak, xlorni to'liq biriktiradi alkenlar, chunki to'yinmagan bo'lgani uchun. Xo'p, demak, etilen C2H4 bu 13-savol. Xo'p, mana bu 11-savol edi. 12-savol xuddi shunga o'xshash. Etilenga nima biriktiribmiz? Xlorni biriktiribmiz. To'liq birikadi, ya'ni etilen xloridni hosil qiladi. C2H4 xlordan 2 ni hosil qiladi. Endi etilen qator uglevodorod ekan, demak, uglevodorodimiz noma'lum holatda olishimiz kerak. Ya'ni CN H2 plus xlorni birikadigan bo'lsak, aytib o'tgandek to'liq birikadi. CN H2 xlorda 2 holatda yozib olishimiz mumkin. Endi mana bu hosil bo'lgan galogen uglevodorodni, ya'ni birikmaning nisbiy molekulyar massasi 113 ga teng deyilyapti masala sharti bo'yicha. Endi umumiy massa topish formulasidan foydalanib ishlab qo'ysak, javobimiz chiqaveradi. Ya'ni, xo'p, bolalar, CnH2 massasi 14N bo'ladi plus xlordan 2 ta bo'lgani uchun 71 ga. Mana shunga qo'yib ishlashimiz kerak. 14N plus 1 70 14N plus 71 teng birikma massasi 113 ga. Endi qiymatini topamiz. 113 dan arislar 71 ni. 2. 42. Demak, 14N teng 42. Endi qiymatini topish uchun 14 ga bo'lasizlar. 3. Demak, uglerod 3 ta atom bo'lgan qaysi? Alken. Propan. Mana javob. B javob ekan. 14-savol xuddi shunga o'xshash.